Jigar qurti yaylovlarda boqiladigan chorva hayvonlariga ta'sir qiluvchi parazitdir. Qo'ylarda jigar qurtining muvaffaqiyatini nazorat qilish uchun uning hayot siklini yaxshi bilish zarur. Voyaga yetilgan jigar qurtlari zararlanganda hayvonlarning o't yo'llarida yashaydi. Ular tuxum qo'yadi, tuxumlar esa najas orqali tashqariga chiqariladi. Ob-havo sharoiti qulay bo'lganda, ya'ni iliq va nam bo'lsa, jigar qurti tuxumlar ochilib, miratsidiya deb ataladigan mayda lichinkalar chiqadi. Bu lichinkalar taxminan 8 soat ichida o'zining oraliq xo'jayini bo'lgan loy shilliq qurtini topishi kerak. Miratsidiyalar shilliq qurti ichiga kirgach, u yerda tez ko'payadi va taxminan 8 haftadan so'ng sirkariya holatida tashqariga chiqadi. Sirkariyalar o't yo'llanlarga yopishadi va shu tariqa yaylovlarda boqilayotgan chorva hayvonlarni qayta zararlashga tayyor bo'ladi. Qo'ylar bu o'tlarni iste'mol qilganda jigar qurti lichinkalari ichak devorini teshib o'tib, jigarga ko'chadi. Ular 10-12 hafta davomida jigar to'qimasini zararlab, katta talafot yetkazadi. Voyaga yetgach, ular yana o't yo'llariga o'tadi. U yerda qon bilan oziqlanadi, juftlashadi va tuxum qo'yadi. Shu tariqa hayot aylanish davom etadi. Faqat voyaga yetgan jigar qurtlari tuxum qo'yadi. Shuning uchun kasallikning dastlabki bosqichini najasdagi tuxumlarni sanash orqali aniqlab bo'lmaydi. Qo'y yaylovlarda jigar qurti lichinkalarini yutganda, keyin tuxumlar najasda paydo bo'lishigacha 12 haftagacha vaqt o'tadi. Shu sababli 3 oy yoki undan ko'proq vaqt fluk bilan zararlangan yaylovlarda boqilgan qo'ylarda najas tekshiruv foydali bo'lishi mumkin. Biroq so'yilgan qo'ylarda olingan ma'lumotlar davolash zarur yoki yo'qligini aniqlashda juda muhim hisoblanadi. Jigar qurti qarshi flukotsid deb ataladigan bir qator faol moddalarga ega dorilar mavjud. Ba'zilar ichak qurtlariga qarshi dorilar bilan birga ishlab chiqariladi. Antigelmentik dorilarni faqat zarur bo'lganda va ehtiyotkorlik bilan qo'llash kerak. Agar faqat jigar qurtini davolash zarur bo'lsa, kombinatsiyalashgan dori emas, balki faqat flukotsid qo'llanish lozim. Turli faol moddalar jigar qurtining turli rivojlanish bosqichlariga turlicha ta'sir qiladi. Ba'zi floksidlar faqat voyaga yetgan qurtlarni yo'q qiladi, ba'zi voyaga yetilmagan qurtlarni o'ldiradi. Triklabendazol esa jigar qurtining uchala bosqichiga ta'sir etadi: erta yetilmagan, voyaga yetgan. Ammo ayrim hududlarda jigar qurtlari triklabendazolga chidamli hosil qilgan. Shuning uchun to'g'ri floksid tanlash juda muhim. Yoz oxiri va kuzda qo'ylar faol zararlanayotganda davrda yetilmagan jigar qurtlariga ta'sir qiladigan flukotsid ishlatilishi kerak. Qish oxirida yoki qishki yopiq bosqichdan so'ng voyaga yetgan jigar qurtlariga qarshi samarali flukotsid beriladi. Bu bahorda qo'ylar yaylovlarga chiqarilganda yaylovlarning jigar qurt tuxumlari bilan ifloslanishini oldini olish uchun amalga oshiriladi. Davolashdan so'ng 3 hafta o'tgach najas namunasi olib tekshirish zarur. Bu davolash samarali bo'lmaganini, jigar qurti tuxumlari saqlanib qolmaganini aniqlash yordamida amalga oshiriladi.